Toshkent viloyatida qishloq xo'jaligi kooperatsiyasini rivojlantirishga qaratilgan o'quv amaliy seminarlar davom etmoqda. Xalqaro hamkorlik asosida tashkil etilayotgan tadbirlar tomorqa yer egalari va dehqon xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilyapti. O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi hamda Yevropa Ittifoqi hamkorligida o'tkazilayotgan seminarlarda dehqon xo'jaliklari, fermerlar, tomorqa yer egalari, kooperativ rahbarlari va mutasaddilar ishtirok etmoqda. Unda kooperatsiyani rivojlantirish, mahsulot yetishtirish va qayta ishlash, eksport imkoniyatlarini kengaytirish hamda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish masalalari muhokama qilinib, ishtirokchilarga amaliy tavsiyalar berilmoqda. Loyihaning asosiy vazifasi kichik fermerlarning hayotini yaxshilash, ularni o'qitish, ularga o'z xo'jaliklarida amalga oshirilayotgan qishloq xo'jaligi faoliyatidan qanday qilib ko'proq foyda olish mumkinligini, buning imkoniyatlarini ko'rsatish va bu faoliyatni yanada samaraliroq qilishdan iboratdir. Agar Toshkent viloyati fermerlari loyihada ishtirok etish uchun ariza topshirsa, biz ulardan birini tanlaymiz. Albatta boshqalarga ham yordam berishga harakat qilamiz, biroq tanlangan fermerga Latviyadan, Yevropadan va mahalliy mutaxassislardan shuningdek o'zbekistonlik ekspertlardan maslahat va konsultativ yordam ko'rsatamiz. Chunki sizlar bu yerda hukumat va mamlakat qanday ishlashini, mavjud imkoniyatlarni yaxshi bilasizlar. Yana bir muhim jihat shundaki, ayrim faoliyat turlari uchun investitsiya granti ham ajratiladi. Bu faoliyat yo'nalishlari ekspertlar bilan birgalikda fermer xo'jaligi yoki kooperativ uchun ishlab chiqiladigan rivojlanish rejasi asosida belgilanadi. Aynan shu rejaga tayangan holda biz investitsiya kiritamiz. Bu investitsiya kooperativning rivojlanishidagi dastlabki qadamlarni qo'llab-quvvatlash, uning o'sishiga yordam berish, ushbu yirik qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat ta'minoti zanjirida o'zini yanada ishonchli va qulay his qilishi hamda yanada kuchliroq bo'lishiga ko'maklash uchun amalga oshiriladi. Yana bir narsa, biz barchani ushbu loyihada ishtirok etishga taklif qilamiz. Seminarlarning amaliy qismida ishtirokchilar O'rta-Chirchiq tumanidagi korxonalardan birida bo'lishdi hamda Parkent tumanida uzumchilik va intensiv malinachilik yo'nalishidagi ilg'or tajribalar bilan tanishdilar. Bugungi seminardan juda ham taassurotlarim katta. Tasavvur qildim bu hozirgi aytib o'tilgan seminardagi takliflarni, loyihani. Tomorqam bor, kattagina tomorqam bor. Tomorqamda masalan o'zimizda sabzavotlar, mevalar yetishtiramiz. Lekin ichki bozorda qanaqa taklif bo'lsa, shu bo'yicha sotamiz. Endi hozir bu korporatsiyani berayotgan taklifi juda ham katta. Men xursand bo'lib ketdim. O'zbekistonimizga ham shunaqa loyihalar kirib kelganda men xursandman. Endi bu yerda kichkinagina tomorqamiz bilan bo'lsa-ya, katta bir korporatsiyaga a'zo bo'lib, ana shu jahon bozoriga chiqish va bozorni o'rganish, yetishtirgan mahsulotimizni zamonaviy savdo-sotiq qilish va zamonaviy mahsulotlar ekish, ularni parvarishlash va sifatli mahsulotni bozorga taklif qilishni o'rgandim. Mazkur seminarlar qishloq xo'jaligida kooperatsiyani rivojlantirish, kichik ishlab chiqaruvchilarning bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish va aholining barqaror daromadini oshirishga xizmat qilmoqda.